Assalomu alaykum. Bugun sizlarga demak xomashyoni o'quvchanligini tushuntirmoqchimiz. Har bir xomashyon o'zini o'quvchanligi bilan farq qiladi va o'quvchanligiga qarab turib xomashyoni yoki injectionga qo'llash mumkin yoki ekstruziyaga qo'llash mumkin. Ya'ni injection degan payti shu bosim ostida quyish mashinalariga qo'llash mumkin. Shu tariqasida xomashyoni o'quvchanligini ko'rish nazarda tutiladi. Xo'p, mana hozir bizning holatimizda mana bu priborimiz bor. Bu Yaponiyadan keltirilgan pribor hisoblanadi. Shu priborda biz xomashyoni o'quvchanligini ko'ramiz. Demak, uning uchun bizga kerak bo'ladigan qismlar, demak, tekshiriladigan namunamiz mavjud bu yerda. Bu namunamizdan 5-6 gram namuna olamiz. Hamda ichki qismda priborimiz o'zi mana bu tomonda bizning boshqaruv paneli joylashgan, mana bu tomonda esa ichkaridagi ten joylashgan. Demak, bizda tenimiz qiziydi. Именно hozir biz polipropilen tekshirayotganimiz uchun polipropilenimiz 230 gradusga qo'yilgan. Chunki polipropilenni biz 230 gradusda 2.16 kiloda ko'ramiz. Buning uchun demak, birinchi qiladigan ishimiz 6 gram mahsulotni o'lchab olishimiz kerak. Va mahsulotni o'lchab olganimizdan keyin mana bu yerda analitik tarozimiz mavjud. Analitik tarozida biz 0.1 milligram aniqlikda o'lchaymiz. Tarozimiz xatoligi 0.1 milligram aniqlikda. Xo'p, 6 gram mahsulotni o'lchab olamiz va ishimizni keyin davom ettiramiz. Mahsulotni demak tortib oldik va mana bu qismi bor, ya'ni saplov degan qismiga titandan yasalgan material qo'yiladi. Bu metalimiz. Metalni qo'ydik va tegishli materialni ichkariga joylaymiz. Baronka qo'yamiz va baronka bilan plastmassani qo'yamiz. Demak, mahsulotimiz ozgina qiynalishi mumkin. Bu yerda umumiy ko'p pishganligi uchun mahsulotni portion ichiga ko'proq joylashtirishimiz kerak. Xo'p, joylashtirib bo'ldik. Filtrimizni olamiz, issiq qutib qo'yamiz. Demak, hop, mana endi mana bu valimiz joylashgan, bu 325 gram og'irlikdagi val hisoblanadi. Valimizni portionni qo'yamiz. Portion. Va bizga kerak bo'lgan raqamimiz, og'irligimiz 2.16 kilo. 2.16 ni yaratishimiz uchun bizga kerak bo'lgan qismlarni ajratib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu vesdan foydalanamiz. 1.835 gram tashkil qiladi. Portionda 325 gram bo'lgani uchun 2.16 kilo tashkil qiladi hammasini og'irligi. Mahsulotni ozgina qo'yib qo'yamiz o'z holatiga, chunki bu yerda havo bor, ozgina o'shaning uchun qiynalyapti hozir. Havoni chiqib ketishini ta'minlab berishimiz kerak. Ma'lum bir vaqtda ushlab turishimiz kerak. Ko'pincha biz 300 sekund ushlaymiz, chunki mahsulotda o'sha ortiqcha havoni to'liq chiqib ketgan holatgacha olib borishimiz kerak. Gamagen sistema hosil bo'lishi kerak. Ana undan keyin biz mahsulotni o'lchashimiz mumkin. Va mahsulotni demak biz o'quvchanligini bilish berishimizda 3 marta o'lchov qilamiz. Mana hozir chiqishda boshlayapti. 3 marta o'lchov qilamiz va 3 marta o'lchagan paytimizda 2-3 santimetr kattaligida bo'lishi kerak o'lchov. Xo'p, stabil bo'lgandan keyin biz demak vaqtni boshladik. Mana bu havolarni ham o'zi chiqishda boshlayapti. Ortiqcha havolarni chiqarib olishga harakat qilamiz. Ortiqcha havo chiqib ketgandan keyin to'g'ridan to'g'ri biz
qirqishni boshlasak bo'ladi. Demak 2-3 sm biza qirqib olishimiz kerak va 3 marta qirqib olishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, demak biza taxminan 300 sekund deb olsak bo'ladi, ancha vaqt o'tdi. Qaraymiz, mana bu tomonga oqimga qaraymiz. Agar havo bo'lmayotgan bo'lsa, davom boshlasak bo'ladi. Afsuski, bu yerda hozir har zamonda havo chiqib kelyapti. O'sha uchun biza ozgina kutamiz, havomiz chiqmaguncha. Demak, to'g'ri qirqishni boshlaymiz. Hop. 3 marta o'lchaymiz, 3 marta qilib olamiz. Sekundimiz afsuski katta bo'lganligi uchun 15 sekundda qirqyapti. Buni eslab qolamiz, 15 da. sekundda. Iloji boricha keyingi safar sekundini kamaytirsa bo'ladi. 5 sekund, 10 sekund yoki undan oshirish mumkin. O'quvchilikka qarab turib sekundlari o'zgaradi. Mana 15 sekunddan biza 3 ta birinchi ruschasiga biza 3 ta demak namunani qirqib oldik va o'sha namunaga hozir ozgina vaqt beramiz sovishi uchun. Sovigandan keyin biza 3 ta namunani o'lchab olishimiz kerak. O'quvchilik qanaqa o'lchanadi? Umumiy o'quvchilikni o'lchash uchun biza 10 minutda necha gram oqqanligini ko'rib olishimiz kerak. Bizning holatimizda hozir 15 sekund edi. 15 sekund 10 minutda biza 600 deb oladigan bo'lsak, buni biza demak ko'paytiradigan qismidan ajratib olishimiz kerak. 15 ga bo'lsak, demak chiqqan namunani o'lchaganimizdan chiqqan namunani 40 ga ko'paytirishimiz kerak. Va o'sha 40 ko'paytirilgan qiymati uni demak o'quvchanligi bo'ladi. Operator, kamerangizni olib keling. Demak, namunani o'lchab olyapman. Demak, 1.011 chiqdi. 1.2 ko'rsating, 1.011 chiqdi. Va 1.011 ni 3 ta namuna bo'lganligi uchun 3 ga bo'lib tashlayman. Demak, 1.011 bo'laman 3 ga. Bu namunamiz 15 sekunddan qirqilganligi uchun o'zi 600 sekundda qirqilish kerak edi. Demak, biz 15 sekundda qirqdik. O'shaning uchun ham bu og'irlikni biz 40 ga ko'paytiraman. Demak, 13.48 chiqyapti. Demak, namunani o'quvchanligi 13.48 gram taqsim 10 minut. Ya'ni 10 minutda 13.48 o'qi. Bu o'quvchanlik orqali mahsulotni hal qilishimiz mumkin. Bu mahsulotimiz demak unaqaga beramiz, bosim ostida quyish mashinasiga yoki ekstruziya liniyasiga beramizmi? Shu orqali ekstruziya liniyasiga beradigan mahsulotlarimiz o'quvchanligi juda past bo'ladi va mexanikasi juda katta bo'ladi. Bosim ostida qo'yadigan mashinalarga esa, yoqalarga esa o'quvchanlik katta bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Agar qolipimiz murakkab bo'ladigan bo'lsa, mana bunday holatlarda o'quvchanlik katta bo'lishi kerak. Qolipimiz agar oddiy bo'ladigan bo'lsa, o'quvchanlikni o'rtacha qiymat qilib olsak bo'ladi yoki kichikroq qiymat qilib olsak bo'ladi. Bu qiymat juda muhim ahamiyat kasb etadi. Rahmat, sog' bo'linglar.